Norma degan narsa bormi terlash inson? Norma endi issiq kunda fizik harakat qilganda terlash mumkin, lekin tinch holatda, ayniqsa sovuq kunda terlash bu o'zi norma emas. Yoki juda ham kuchli qattiq hayajonda mumkin masalan terlash. Lekin o'tirgan joyda tinch holatda, hech qanaqa fizik emotsional nagruzka qilmagan holatda terlab ketaversa, ayniqsa shu peshana sohasidan ko'pchilikda terlash boshlanadi. Oyoq qo'l ham terlaydi. Undan tashqari ayollarda ko'pincha ko'krakni tagidan, ya'ni mana shu sohada ko'proq terlashlar paydo bo'ladi. Qo'ltiq osti sohasida ko'p terlashlar paydo bo'ladi. Ertalab uyqudan turganda bosh, bo'yin sohalarida kuchli terlash bilan uyg'onadigan insonlar bor. Yoki sal harakat qilganda butun tana bo'ylab terlaydigan insonlar bor. Bu asosan buyrakni, ya'ni ko'chkani funksiyasini pasayishini hisobiga beradi. Ya'ni oddiy sodda tilda tushuntiradigan bo'lsak, o'sha buyrak ishlab chiqarib tasholmayotgan moddalar, ya'ni suyuqlik teri yordamida ishlab chiqariladi. Bolalarda ham bo'ladi shunaqa holat. Pochkani o'zini kuchi yetmayapti, shu suyuqlik